Assalamualaikum Nextsoft gaz abonachilari. Bugungi navbatdagi avtomobilimiz Cherry 7 Pro avtomobillar full kompleksiyada gazlarni ustamaga qilganmiz. Xudo xolasa hamma o'zimiz chotga olib chiqdi. Klientni o'zi ham xoladi, yurishi chotki. Bunga Euro 4 metal ustamaga qilganmiz. Qo'yilgan hamma ordinani birma-bir sizlarga tushuntirib o'tamiz. Hozir bu avtomobillarimizda yangiliklar qildik. Stark kompaniya yangi ordinadan berildi. Avval Stark Connect qo'yib o'tirdik. Xolasizda Stark Connect, xolasizda yangi abordinamiz Stark 4 Kubox Plus abordinasi bo'ladi. Xudo xolasa full kompleksiyada gazlarni ustamaga qilganmiz. Mashin ko'pchilik o'ylaydi, metanda yurganda osilib qoladi deydi. Haqiqatdan metanda yurganda osiladi. Bunga qo'shimchasini esa zajganiyalarni ham o'rnatib berganmiz. Zajaganiyani surish uchun, gazda yaxshi yurish uchun qo'yilgan narsamizni ko'rsatib o'tamiz. Panda variantini qo'yganmiz. Xolasizda Stab 600, xolasizda Panda ustamaga qilib beramiz. Hamma o'zimiz full kompleksiyada bo'ladi. Simlarimizdan zavod atib ishlab berganmiz. Hech lishniy narsa yo'q, ko'rtsizlar, hammasini zavod qilib ishlangan. Keyin bu tarafda kollektor sistemada har bir silindrning o'zini injektor joylashtirib chiqqanmiz. Stark kompaniyani W03 variantidagi injektorni moshina chiroyli ustamaga qilganmiz. Shulankalarimiz hammasi Fagomet italyansk shulanka bo'ladi. Hamma o'zimiz moshina tikamiz, zavod o'tgan. Xudo xolasa keyin reduktorlarimizni keladigan bo'lsak, reduktorlarimiz italyansk reduktorlar moshinaga joylashtirib berganmiz. Hamma o'zini chiroylatib, xomutlarni yaxshisidan ishlatganmiz. Manometrlar ham originaldan. Bu reduktorimiz 250 watt kuchlidan gaz yetirib beradi. Bu avtomobilimizni xudo xolasa 100% gaz bilan ta'minlab biladi. Necha tezlikka chiqsa ham mashin 100% gaz yuradi, umuman benzin rasxod qilmaydi. 150 olsun, 180 olsun, dakansa gazni o'zida yuradi. Umuman benzindan farq qilmaydi. Shu qo'yilgan narsalarni qo'ydirib, ligorovkalarni chiroylattirsangiz, xudo xolasa muammo bo'lmaydi. Keyin zapravkamiz bilan ustamaga qilganmiz. Zapravkamizni beras ustamaga qilishimizdan sabab gaz sig'anda muammo bo'lmasligi uchun. Ham yaqin bo'ladi, ham gaz salonidan mutaxassislar ham ansatrak bo'ladi. Shuning uchun shara ustamaga qilganmiz. Trubkalarni qorasini aytganmiz. Xudo xolasa kransteynerni mahkam xilisidan ustamaga qilganmiz. Keyin antifrizlarni pryamoy pechkadan olib berganmiz. Hamma vaqt bularni keyin pryamoy pechkadan olib beramiz. Ko'pincha GM mashinalaridan tashqari, uji Onyx Tracker'dan depasini iloji boricha metan propan olsun pryamoy pechkadan olinadi. Tronik bilan zavod etib olinadi. Umuman peredilka bo'lmaydi, ko'ribsizlar. Muammo bo'lmaydi, mashinning problema bo'lmaydi. Sababi pryamoy pechkadan olishimizni mashin cheklim issiq gaz motora girsa, shuning hisobidan yurishi zo'r bo'ladi. Shuning uchun ham обязательно pryamoy pechkadan olsa gaz ili tez qo'shadi. Gazdan zakoniyat qizdirib beradi motora. Shuning uchun ham shunday ishlab beriladi. Hamma joy full kompleksiyada bo'lgan ko'rdingizlar. Ustamachilarni ham ko'rsatdik. Keyin salon kulchatorlarga keladisak, salon kulchatorlarni o'sha ustamaga qilib berganmiz. Moshina olib turibdi, zavod olib yonboshdan qarasam mayda bir chiqib turadi, ko'rdingizlar. Xudo xolasa bu LED 600 variant bo'ladi. Kamayib ko'payadi polni, datchiklar hamma o'zi ishlaydi, tapdagi zavodga qaytib ishlaymiz. Mashinamiz hali 4000 5000 kilometr atrofida yurib turibdi. O'zlarimiz gazini ustamaga qilib berdik. Klient uyerim bo'ldi. Gazda yaxshi, metanda yaxshi yurmaydi deb o'ylagan ekan. Xudo xolasa hamma o'zini chot ketdik. Klientda xizmatimiz ham, ili mashina yurish ham yoqda qala. Telerni zavodga поставщик bilan 3 dan 30 ballon joylashtirib berganmiz. Durishini ko'rsa, chiroyli bo'lib chiqqan moshina deyib chot ketib chiqarib berganmiz. Kraniklarni ham yaxshi kraniklarda ishlatganmiz. Trubkalarimiz обязательно qora trubka bo'lgan, gofrolar bilan moshina zavod etib berganmiz. Brend MMS brend. Hamma shu brenddan biz foydalanib kelamiz. Sababi balonimiz qalin balon bo'ladi. Boshqa balonlarga qaraganda qalin balon ishlatganmiz. O'rtalarida rezinka bor. Поставщикamizni chisi zavodskiy qalin plankadan ishlanadi. Ugonlik emas. Qalindan ishlasangiz, uyerim bo'lib yurishdan mashinning ichida problema bo'lmaydi, pollar chatlab ketmaydi. Tasmalar ham qalin tasma urganmiz, splashning rezinka, teler ham rezinka. Umuman balonni chapmaydi, shularni ham garantiya beriladi. 3 dan 30 ballon moshina sig'adi. Kerak bo'lsa 4 ham sig'dirib soladi. Salgina 4-sida peredilka joylari bo'ladi. Shuning uchun 3 dan 30 ni qo'yib berdik. Bir 3 dan 30 ballon bilan xudo xolasa bu avtomobilimiz yo'q deganda 200-220 kilometr atrofida yurib beradi. Danliya undan ham ko'p yuradi. Shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqaringlar, hamma narsalaringizni sifatli va xavfsiz qilib ustamaga qilib beramiz. O'zlaringizga murojaat qilaverasizlar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.